Bismillahirrahmanirrahim. Osmonlarning va zaminning Rabbi bo'lgan Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo u darajalarni yuqori ko'targuchi va bizni nurg'ulg'an yaxshilik va barakatlarga to'lgan toat ibodatlarga buyurdi. Yomonlik va halokat bo'lgan harom ishlardan bizni to'sdi. Rabbimga hamd aytaman va uningki Allohdan boshqalar sanab bo'lolmaydigan hisobsiz ne'matlarga, biz biladigan va biz bilmaydigan ne'matlarga hamd aytaman va shukr qilaman. Allohdan boshqa iloh yo'q, u yolg'iz yeganidir, uning shiriki yo'qdir. Alloh taolo go'zal ism sifatlarda yolg'iz yeganidir deb guvohlik beraman. Payg'ambarimiz va Sayyidimiz Muhammad Allohning bandasi ve Allah'ın elçisi, məxluqatlarının ən yaxşısı, möcüzələr bilan gücləndirilən peyğəmbəri deyə guvahlıq bermən. Allah Taala'nın rəhmət və salamları Allah'ın bəndisi və elçisi Muhammed əleyhissalamğa, onun aile təvabiyyatlarına və yaxşılıqda həmminin aldığı ötəb ketken sahabelərə bolsun. Allah Taala yaxşı görüdügan, razı bulduğan işlerini qilish arqılıq yıqılışanla. Allah Taala'nı g'azablandirdigan, onun əziyyət berdigan işlerini tərk etiş bilan Allah'tan qo'rqinglar. Muttaqi bandalarning oqibati nima degan go'zal a? Buzg'unchilik qildigan, chekidan oshadigan osiylarning oqibati nima degan yomon a? Shuning uchun sizlar nijotliq yo'ldan mangan kishilardan bo'linglar. Asiylarning yo'lda mangmanglar. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydiki, kimki Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi ekan, ana shular Alloh taolo ularga ne'mat qilgan, in'om qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'ladi. Yani Allah taolo shundoq deydiki, kimki Allohga osiylik qiladi ekan, Allohning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, uningga jahannamning o'ti bor. Yani o dozaq girdi. O yerda mangu qoldi. Ey musulmonlar, Alloh taolo bu koinotni yaratdi. Va bu koinotda bizlar uchun biz ehtiyojli bo'lgan barliq rizq, ma'lumotlar, ziynat va har turli charpaylarni va uningdan boshqa narsalarni biz uchun o'sha zaminda yaratdi yana. Muşu zemindeki barlıq nəsləni biz məxluqatlarınki mənfəətimiz üçün boysundurup bədi. Biz Allah Taala'nın dərgahida fütülgən, taqdirdə fütülgən şu bəlgilik əcilimiz toşqıçilik yaşayışımız üçün keraklik bolğan barlıq şəraitlarni bizə hazırlap bədi. Allah Taala şundaq deydi ki, o Allah Taala sizlərə zeminni boysundurup bədi. Sizler zimininki her türlük yollarda, taraflarda meyanglar, Allah'ın rızkıdan yanlar, Allah Taala tarafga qaytısılar. Yani Allah Taala deydi ki, biz asman ziminni ve onun arasındaki neslerini fakat haq bilan yarattık, ma'lum muddat kichilik yarattık. Kafirlar, ular agahlandırılgan vaz nasihatlardan, agahlandırışlardan ular yüz örüydü. Allah Taala deydi ki: "Ve sakhara lekum ma fis semawati ve ma fil ardi cemi'a." Allah Taala osmonlardagi va zamindagi barliq narsalarni sizlar uchun bo'ysundirib berdi. Jazman buningda tafakkur qilgan kishilar uchun oyat, mo'jiza bordir. Dalil bordir. Yani Allah Taala deydi ki: "Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Agar sizlar Allohning ne'matlarini sanasanglar, hargiz sanab bo'lolmaysizlar. Allah subhanahu va taolo bu koinotni shunday mukammal, go'zal va zamin ustidagi kishilarningki hayotiga muvofiq bo'lgan holatda yaratdi. Bu zamindagi narsalarning nurg'ulg'an foyda manfaatlarni yaratdi zaminda. Har turli bizning manfaatimiz uchun har turli manfaatlarni yaratdi. Bizning hayot qilishimiz uchun va hayotimizning bara-bara taraqqiy qilish uchun bizga sabablarni bo'ysundirib berdi. Yani Allah Taala
bu kainatni bekadan bekaga yaratmadı. Bekal munda tashlab qo'ymadi. Allah deydiki: "Va ma xalaqnas samaa val arda va ma baynahuma la'ibin." Biz osmonni, zaminni, uning orasidagi narsalarni biz o'ynab yaratmadik, bekaga yaratmadik. Yani Allah deydiki: "Biz osmonni va zaminni uning orasidagi narsalarni botilan, bekaga yaratmadik." Yani Allah subhanahu wa ta'ala deyki: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un." Biz sizlarni bekor yaratdik deb o'ylab qoldinglarmi? Yani sizlar biz tarafga qaytmaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? Shuna gumon qilib qoldinglarmi? deydi. Yani bekor yaratmadi Allah Taala. Allah Taala mahluqotlarni yaratishni, koinotni yaratishni o'zidan boshqa kishilarga, o'zidan boshqa mahluqotlarga topshirmadi. Balki o'zi yaratdi va bu koinotni, mahluqotlarni hammasini haq uchun, bosma tavhid uchun yaratdi. İtaat uchun yaratdi. Zaminni isloh qilish uchun yaratdi. Allah deydiki: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul-lazi khalaqakum wal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey insonlar, sizlarni yaratgan, sizlardan ilgirki kishilarni yaratgan Rabbinglar ibodat qilinglar. La'allakum tattaqun, sizlarninki taqvodorlardan bo'lishinglar uchun. Allah shunda deydiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Yani Allah Taalaning bu zaminni yaratishdagi maqsadi bizning o'ziga ibodat qilishimiz va zaminni taat ibodat bilan isloh qilishimiz uchundir. Bekaga yaratmadi. Va Allah Taala bu maqsad bilan yaratgan ekan, bu maqsadni kishilarga tushuntirish uchun, qiyomat kuni hujjat to'g'rizish uchun, bu maqsadni kishilarga yetkazish uchun yana bizni yaratib tashlab qo'ymasdan payg'ambarlarni avatdi. Bu payg'ambarlarning eng oxiri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Nimishqa avatdi payg'ambarlarni? Biz taat ibodat orqali zaminni isloh qilish uchun. Payg'ambarlar orqali zaminni shirk va insonlarni halok qiladigan gunohlardan poklash uchun. Allah aytadiki: "Va laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut." Biz har bir ummatga payg'ambar avatdik. Nima deb? Sizlar Allohga ibodat qilinglar, tag'utdan ijroq turinglar deb avatdik. Yani Allah deydiki: "Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Sizlar zamin isloh bo'lgandan keyin buzg'unchilik qilmanglar. Yani payg'ambarlarni avatgandan keyin ular Allah Taala tarafdan nozil qilingan kitoblar bilan zaminni isloh qilib bo'lgandan keyin sizlar buzg'unchilik qilmanglar. Allah Taalaning bu avatgan payg'ambarlari farishta emas, inson. Har bir millatning o'zidan bo'lgan bir payg'ambari. Shunga Allah Taala yana bu payg'ambarlarni Allah Taala mushu hayotlikda halol qilib bergan yaxshi narsalardan bahramand bo'lishga ham buyurdi. Chunki ular inson bo'lganligi uchun. Va shundaqla bahramand bo'lish bilan birga zaminni isloh qiladigan taat ibodatlarda davom bo'lishga buyurdi. Bu vaqt Allah Taala payg'ambarlarga xitob qilib: "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim" dedi. Ey payg'ambarlar, sizlar yaxshi narsalardan yanglar. Ya'ni men sizlarga halol qilib bergan pokiz narsalardan bahramand bo'linglar va solih amallarni qilinglar. Men sizlarningki qilgan ishlaringlarni bilib turman. Payg'ambarlarning ergashguchilarimi ular mushu payg'ambarlarga ergashishga buyurilgan. Ya'ni ular yaxshi narsalarni yeyish bilan birga solih amallarni qilishga buyurilgan bo'lsa, bizmi albatta Alloh taolo bizga halol qilgan halol narsalardan yeyish, kiyish degandek bahramand bo'lish bilan birga zaminni isloh qilish uchun taat ibodat qilishga, Alloh itoat qilishga buyurildik.
Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Taala müminlerge hitap qilib şundaq deydi: "Ey müminler, biz sizlarga rizq qilib bergan pak narsalardan yanglar va Alloh Taolaga shukr qilinglar agar sizlar Alloh Taolaga ibodat qilgan bo'lsanglar." Payg'ambarlar ularga Allohning rahmat salomlari bo'lsin va ularningki mo'min ergashuvchilari har zaman, har makon bu koinotni isloh qilish uchun, yaxshi amallarni qilish uchun bir maydon qildi. Yani her zaman, her makon ular o'zininki vazifasini unutib qolmaydi. Taat ibodat qiladi, solih amallarni qiladi. Shundoq qilib ular yaxshiliklarni qo'lga keltirdi, jannatlarga erishidi. Solih amallarning foydasi insonning o'ziga bo'lib qolmasdan, balki butun maxluqotlarga yetadi. Ey musulmon, qandaqligi bir taat ibodat bo'ladi ekan, uni kichik sanama. Sen bilmaysanki qaysi amal bilan jannatga kirishingni, qaysi amaling bilan do'zaxdan qutulib qolishingni sen bilmaysan. Jabir raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib shunday deydi: "La tahqiranna minal ma'rufi shay'a." Yaxshilikdan har qandaqligi bir yaxshilik bo'lsa, sen uni kichik sanama. Gerçi qarindishingga kulib turib qarayishdan iborat bunda bir yaxshilik bo'lsin, kichik sanama. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis. Ya'ni qarindishingga kulib qarashning o'zi bir yaxshilik. Şunu mu qo'ldan birib qo'yma, kichik sanama. Balkim shu amaling bilan jannat kirib ketishing mumkin. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib mundaq deydi: Bir kishi yo'lda ketyotganda bir tikanlik sho'xsi bor bir shaxni ko'rib qoldi yo'lda. Shuning bilan uni yo'ldan ilvatdi. Alloh taolo uning bu ishini mukofotlab uning gunohini kechiribdi. Albatta bu kishi ixlos bilan qilganligi uchun. Va shundaq uningda iymon bo'lganligi uchun va iymonninki asosiy rukunlari, shartlari uningda tepilganligi uchun. Buningdan hargizmi men iymon etib qo'yib bilan boshqa ibodatlarni hech qanday ibodat qilmaydim. Yo'ldagi sho'xini olib qo'ysam jannatga kirganman degan ma'nam chiqmaydi. Ya ixlosning gapi bor. Ixlos bilan shu kichik bir ishni qilish uchun Alloh taolo uning barliq gunohlarini mag'firat qilib Yani onunla başqa Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom shundoq degan: bir fohisha ayol issiq bir kunda bir ishni ko'rib qolgan. Quduqning atrofida cho'glab, usab ketganlikdan, chaqab ketganlikdan tilini sangiltib turgan. Shuning bilan bu ayol bu ishni chaqirib, hayvon bo'lsa-ma, o'tigini selib, quduqqa tushib, suv elib, ondan ishning qishiga keldi. Shu suvni ichib ulab qoldi, yani qutulib qoldi. Shunda Alloh taolo uningki gunohlarini mag'firat qilyapti. Bu ayolning qalbida iymon bor-di, ham bu amalni ixlos bilan qilganligi uchun. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ya'ni har qanday kichik amal bo'lsa-mu, qat'iy kichik sanmasligimiz kerak. Biz qaysi amalimiz bilan jannatga kirishimizni bilmaymiz, qaysi amalimiz bilan do'zaxdan qutulishimizni bilmaymiz. Allah Taala shunday dediki: "Innalloha la yazlimu misqala zarra va in taku hasanatan yudha'ifha va yu'ti min ladunhu ajran azima." Allah Taala zarra misqalchilik, zarra miqdorchilik hech qanday zulm qilmaydi. Kichik bo'lsa-mu zulm qilmaydi. Agar bir yaxshilik bo'lsa, Alloh Taala uni haslab ko'paytib berdi va Alloh o'z huzuridan katta ajr berdi deydi. Kichik yaxshilik bo'lsa-mu. Müminlar bu koinotni taat, ibodat qiladigan zaman va makon qildi. Ammo Alloh taologa iymon etmaydigan, oxirat kuniga iymon etmaydigan kishilar, kafir bo'lgan kishilar bu koinotni harom shahvatlar uchun va yo'qab ketadigan ozg'ina huzur uchun, yomon ishlar uchun zaman va makon qilib oldi. Gunohlarning eng kattasi bo'lsa-mu, Allohga sherik keltirish.
bandininki boshqa bir maxluqni iloh qilib uning duo qilishi, uningda umid qilishi, uning tavakkul qilishi, uningda yordam so'rashi, uningga hojatlarini ko'tarishi, uningdan hojatlarini so'rashi, rizq va yordam ishlarida Allohdan boshqa maxluqotga talmurishi, qiyinchilik vaqtlarda uning bilan uningga nido qilishi, uningdan so'rashi. Mana bu Alloh taolo kechirmaydigan shirkdan iborat. Faqat u banda tavba qilib, shu shirk amaldan tavba qilib, Allohga yalvarib tavba qilgan vaqtda anandan Alloh kechirdi. Bo'lmasa Alloh taolo kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Alloh taolo o'ziga sherik keltirilishdan iborat bu gunohni kechirmaydi. Uningdan boshqa har qanday gunohni, cho'ng gunoh bo'lib ketsa-mu garchi Alloh taolo xohlagan odam uchun kechirdi. Allohninki xohishi ostida bo'ladi boshqa gunohlar. Allah xohlagan odamni kechiradi, lekin ma shirkni tavba qilmagan ahvol ostida kechirmaydi. Abu Darda radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib shunday deydi. Alloh taolo mundaq deydi, ya'ni hadis qudsi bu. Men va insonlar va jinlar ajoyib bir ish ustida. Men ularni yarataman va ular mendan boshqa ibodat qildi. Men ularga rizq beraman, ular mendan boshqa shukr qiladi. Mening yaxshiliklarim bandalarimga davomli tushib turdi, yetib turdi. Lekin ularning yomonliklari menga o'rlab turdi. Men ularga ne'matlarni berish orqali ularni yaxshi ko'raman. Ular gunoh ma'siyatlarni qilish orqali meni yomon ko'rdi. Yoki mening yomon ko'rishimni izlaydi. Shirkdan keyin gunoh jihatda gunoh ig'ir bo'lgani cho'ng gunohlardan iborat. Ammo har qanday bir gunoh banda o'ziga zulm qilgan bo'lsa, ammo bu gunoh banda bilan Allohning o'rtasida gunoh bo'lsa, Alloh taolo u gunohni kechirib o'tadi tavba qilsa. Ammo bandalar o'rtasidagi gunoh, zulm, bandalar bir-biriga zulm qilgan bo'lsa, uni Alloh taolo kechirmaydi. Bir banda boshqalar zulm qilgan holatda o'lib ketsa, toki qiyomat kuni dinar dirham bo'lmagan, hech kim asqatmaydigan shu qiyomat kunida mahshar maydonida mazlum, zulm uchirgan kishi uchun zolimdan mazlumning haqqini epamay turib, Alloh uning bu gunohini kechirmaydi. Chunki Alloh shunday adil zot. Qandaq epirdi desa, o zolimninki yaxshiliklarini mazlumga epirdi. Agar uning yaxshilik tuvab ketsa desa, mazlum kishininki gunohlari zolim kishiga tashlandi. Shu bilan u zolim do'zaxga kirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u mundaq deydi. Kimninki bir kishiga zulm qilib qolgan bo'lsa, bir qarindishiga, yüz obro'y jihatdan bo'lsin yoki mol dunyo jihatdan bo'lsa, har qanday jihat zulm qilib qolgan bo'lsa, dinar dirham yo'q kun kelishdan ilgari uningni kechirim so'rab bu ishlarni hal qilib olsin deydi. Kechirim so'rab olsin. Zulm qilib qolmasin. Agar unda qilamiz-ku, qiyomat kuni shu dinar dirham bo'lmagan hech kim asqatmaydigan shu qiyomat kunida zolimninki yaxshiliklari mazlum kishiga epirdi. Mazlum uchragan kishiniki ana yaxshilik tugab qolsa, mazlum uchragan kishiniki yomonliklari zolimning ustiga tashlandi deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda yana mundaq deydi. Payg'ambar aslam mundaq degan. Sizlar qiyomat kuni huquqlar cho'qim o'z egalariga qaytadi. Hatto ma hayoti dunyoda mingizva qo'yni usib olgan bo'lsa,
Şunun üçünmü qisas elindi. Müslim rivoyat qilgan hadis. Agar mushu haq-huquqlarni o'z egalariga to'liq qaytarishga biroz qodir bo'lalaydi desa, unchaqda haqiqiy abrar yaxshi mo'minlarlar haq-huquqlarda shu boshqalarga zulm qilmay, boshqalarning haqqini o'z egasiga qaytarib turdi. Agar siz o'zingizni haqiqiy yaxshi musulmon desangiz, boshqalarga zulm qilmang va o'lib ketishdan burun chuqum boshqalarning haqqini qaytarib bering. Boshqalardan kechirim so'rab oling, ya'ni. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda, Buxoriyda kelgan hadis, o'manda deydi. Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi deydi: "Mo'minlar pilsirat ko'rikdan o'tib bo'lib, dozoqdan qutulib qolgandan keyin, ya'ni ular jannat bilan dozoq o'rtasida bir ko'rikda to'xtatib turg'izib qo'yildi. Hayoti dunyoda bir-biriga zulm qilgan bo'lsa, ba'zilaridan ba'zilar uchun qisos elindi. Hatto ularning gunohlari tugab, pok bo'lgan chaqda ondan jannatga kirishga ijozat beriladi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deydi, "Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot bilan, ya'ni Alloh bilan qasamki, ashu mo'minlar o'zining jannatdagi o'rnini bilishda" deydi. Ular ma dunyodagi o'zlarining uylarini bilishdan bakroq biladi. Ya'ni ular ashu ko'rishda o'tib bo'lgandan keyin, "Ma mening uyimga, ma mening uyimga" deb ma dunyodagi uylarini tunugandan bakroq jannatdagi shu uylarini, makonlarini bak tunuydi deydi. Ey musulmon qarindishim, kichikkina bir yaxshilikni sal qaramay qiling. Shuning bilan birga kichikkina bir gunohni sal qarab qilib, uni qilib selishdan ehtiyot qiling. Bu kichik gunohkan, ishdan bo'lmaydi deb qolmang. Bir poyishi ayol ixlos bilan bir ishni sug'urib jannat kirib ketgan bo'lsa, bir ayol bir mushukni bog'lab qo'yib, uning yeydigan narsa bermay yoki uni zaminning o'tchuplarini yeyishga, zamindagi qurib o'tmishlar narsalarni yeb qo'sqin to'yg'ish qo'yib etmay bog'lab qo'yib o'ldirib qo'yganligi uchun u ayol mushuk sababdan do'zax kirib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Sizlar mushu kichik arzimas gunohlardan saqlaninglar. Chunki mushu kichik gunohlar bir kishini yig'ilaverib, to'plashaverib, oxir uni halok qiladi" deydi. Alloh taolo yana shunday deydiki: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a. Innahu huval g'afurur rahim." Ey mening o'zlik zulm qilgan bandalarim, sizlar Alloh taoloning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh taolo barliq gunohlarni mag'firat qiladi, kechiradi. Chunki Alloh taolo nihoyat mag'firat qilg'uchi, nihoyat mehribon zotdir. Ya'ni Alloh taologa qo'rqish, shunday umid qilish bilan ibodat qilishimiz kerak. Alloh mu'min, muttaqi bandalarning valisidir. Alloh taolo barcha maxluqotdan behojatdir. Mayli zaminda itoat qilgan taqvo mu'min bandalar Alloh taolo qanchalik itoat qilib ketsin, ularning toat ibodati, itoati Alloh taolo qanchalik foyda manfaat yetkazolmaydi. Hech qanday foydasi yo'q Alloh taologa. O'zlariga bo'ldi foydasi. Mayli asi gunohkorlar qanchalik gunoh qilib ketsin, Alloh taologa hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Shunga ey mu'min qarindoshlar, Alloh taolodan haqiqiy taqvodorlik qilib, haqiqiy qo'rqayli. Mustahkam tutqu orqali islomga mahkam yepishayli. Gunohlarimizni mag'firat qiladigan, yaxshiliklarimizni texim oshiradigan, solih amallarimizni bo'lsa poklaydigan va Alloh taologa toat ibodat qilganda kam bo'lib qolgan yerlarni to'liqlab, shaytonni qo'g'laydigan amallardan Alloh azza va jallani zikr qilishdan iborat. Allah aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila." Ey iman etgan mu'min bandalar, Alloh taolo nihoyat ko'p zikr qilinglar va Alloh taologa atigan kechda tasbih aytinglar. Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi:
Payg'ambar alayhissalomning qishig'a bir kishi kelib mundoq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, islomninki shariatlari ko'payib ketdi. Biz chang tutib mangdigan, hamma narsani o'ziga jug'lagan bir bob bo'lsa, bir masala bo'lsa, bir ish bo'lsa deb baslar" degandan keyin payg'ambar alayhissalom uning shunda dedi: "Sening tiling davomliq Allohni zikr qilish bilan o'd bo'lsin. Ya'ni sen davomliq Allohni zikr qilib turgin" dedi.